Bugungi kunda fuqarolarning qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ayniqsa voyaga yetmagan bolalarning moddiy ta'minotini kafolatlash davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu maqsadda Majburiy ijro byurosi Jizzax viloyat boshqarmasi tomonidan aliment undiruvi bo'yicha tizimli va samarali ishlar amalga oshirilyapti. Byuro xodimlari aliment to'lovlarini undirish, shuningdek sud hujjatlarining o'z vaqtida va to'liq ijro etilishini ta'minlash hamda qarzdorliklarning oldini olishga alohida e'tibor qaratishmoqda. Majburiy ijro byurosi Jizzax viloyat boshqarmasi tuman shahar bo'limlari ish yurituvida 2026-yil boshida 14400 ga yaqin aliment undiruvi bilan bog'liq ijro hujjatlari mavjud bo'lgan. 2026-yilda shu davrda 3 oy davomida aynan Majburiy ijro byurosining davlat ijrochilarining tashabbusi bilan ularni tushuntirishi, targ'ibot ishlarini amalga oshirish jarayonida 700 ga yaqin oila yarashtirilib, shu farzandlar yagona oila bag'riga qaytarilgan. Shu ijro harakatlari jarayonida Majburiy ijro byurosi tomonidan voyaga yetmagan farzandlar uchun 3 oy davomida jami 23 milliard so'mga yaqin pul mablag'lari undirib berilgan, onalarning plastik kartalariga tushirib berilgan. Majburiy ijro byurosining Sharof Rashidov tuman bo'limi xodimlari ham alimentlarni undirish va ijro hujjatlarini hal etish borasida yaxshi natijalarga erishyapti. Xususan, joriy yil boshidan fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarning ijro hujjatlariga asosan qarzdorlardan undiruvchilar foydasiga voyaga yetmagan farzandlar ta'minoti uchun 2,5 milliard so'mdan ortiq aliment mablag'i undirilishi ta'minlandi. Shu bilan birga bir necha marotaba ogohlantirilishiga qaramasdan aliment to'lovlaridan bo'yin tovlab kelgan 23 nafar qarzdorga nisbatan Sharof Rashidov tumani ma'muriy sudi tomonidan sayyor sud majlisi o'tkazildi. Sud qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-prim 4 moddasi asosida qarzdorlarga ma'muriy qamoq hamda majburiy jamoat ishlariga jalb qilish jazolari tayinlandi. Shuningdek, 2200 nafar aliment qarzdorining O'zbekiston Respublikasi hududidan chetga chiqish huquqi vaqtincha cheklandi. Aliment to'lovlaridan bo'yin tovlab, davlat ijrochisi huzuriga kelishdan qochib yurgan shaxslarga nisbatan ham tegishli choralar ko'rilmoqda. Xususan, muqaddam qidiruv e'lon qilingan 22 nafar shaxs tezkor qidiruv tadbirlari davomida aniqlanib, qonuniy qaror qabul qilish uchun davlat ijrochilariga topshirildi. Aliment qarzdorlari bilan ishlashda mahalla institutlar bilan hamkorlikka alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, 59 nafar qarzdor bilan mahalla faollari va mahalla yetiligi a'zolari ishtirokida uchrashuvlar o'tkazilib, ularning farzandlari ta'minot bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Muhokamalar davomida ayrim qarzdorlar ishsizligi sababli to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshira olmayotgani, ayrim hollarda esa mas'uliyatsizlik tufayli farzandlar oldidagi burch bajarilmayotgani qayd etildi. Qarzdorlarni ish bilan ta'minlash, ular bilan profilaktik suhbatlar o'tkazish hamda zarur hollarda oilaviy yarashtiruv ishlarini amalga oshirish yuzasidan kelishuvlarga erishildi. Byuroning Sharof Rashidov tumani bo'limi ish yurituvida hozirda 2,5 mingga yaqin aliment undiruvi bilan bog'liq ijro hujjatlari mavjud. Yil boshidan qarzdorlardan undiruvchilar foydasiga aliment pullari undirib berildi. Ishsiz 40 nafar qarzdorlarga nisbatan mehnat yarmarkalari tashkil etilib, ular ishga joylashtirildi. Tushuntirishlar natijasida mahalla faollari bilan birgalikda 60 ta oilalar yarashtirildi. Aliment pullarini to'lashdan qasddan bo'yin tovlab kelgan qarzdorlarga nisbatan sudlar tomonidan ma'muriy choralar ko'rildi. Kredit majburiyati qonun bilan himoyalangan mas'uliyat. Kredit olish bu faqat moliyaviy imkoniyat emas, balki o'z vaqtida bajarilishi shart bo'lgan huquqiy va moliyaviy majburiyatdir. Kredit shartnomasiga muvofiq qarzdor olingan mablag'ni belgilangan muddatlarda qaytarishi shart. Mazkur majburiyatlarni bajarmaslik esa qonunchilikda belgilangan tartibda huquqiy oqibatlarga olib keladi. Shuningdek, garovga qo'yilgan mol-mulkni yashirish, uni xatlovdan qochirish yoki bankka yetkazilgan zararni qoplamaslik holatlari O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Majburiy ijro byurosining Jizzax shahar bo'limi tomonidan tijorat banklari foydasiga undiruvlar bilan bog'liq ijro hujjatlari ijrosini ta'minlash yuzasidan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, 2026-yilning o'tgan davrida ish yurituvdagi banklar foydasiga undiruvlar bilan bog'liq 32 milliard 541 million so'mlik 2321 ta ijro hujjati bo'yicha ijro harakatlari olib borildi. Natijada 702 ta ijro hujjatining ijrosi ta'minlanib, qarzdorlardan 3,9 milliard so'mdan ortiq mablag' amalda undirildi. Shuningdek, ijro harakatlari davomida 308 ta holatda umumiy qiymati 28,7 milliard so'mlik garov hamda qarzdorlarga tegishli mol-mulklar xatlandi. Ularning 302 tasi elektron onlayn auksion savdolariga chiqarildi. Mazkur ishlar qonunchilik talablari asosida davom ettirilmoqda. Bugungi kunda bank tizimi va Majburiy ijro byurosi o'rtasidagi hamkorlik muammoli kredit qarzdorlikni undirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa kredit majburiyatlarini o'z vaqtida bajarmagan qarzdorlar bilan ishlashda hamkorlikda manzilli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.
Xususan, muammoli kreditlar bo'yicha qarzdorlar bilan tushuntirish ishlari olib borilib, ularga kredit majburiyatlarini o'z vaqtida bajarish zarurligi tushuntirilmoqda. Shuningdek, qarzdorlikni undirish maqsadida garovga qo'yilgan mol-mulklar hamda qarzdorlarga tegishli boshqa mulklarni aniqlash, ularni xatlovga olish va belgilangan tartibda auksion savdolariga chiqarish bo'yicha hamkorlikda manzilli ishlar amalga oshirilmoqda. Bunday hamkorlik natijasida bir qator muammoli kreditlar bo'yicha qarzdorlikni bosqichma-bosqich undirilib, bank foydasiga yetkazilgan zararlarni qoplashga erishilmoqda. Albatta, bu kabi hamkorlik bank tizimida moliyaviy intizomni mustahkamlash, kredit majburiyatlarini o'z vaqtida bajarishni ta'minlash va muammoli kreditlar ulushini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga, qarzdorlarga tegishli avtotransport vositalarini aniqlash va xatlash maqsadida Ichki ishlar boshqarmasi, Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda reyd tadbirlari ham tashkil etilyapti. Reydlar Jizzax shahrining markaziy ko'chalarida o'tkazilib, maxsus ishchi guruhlar tomonidan qarzdorlarga tegishli transport vositalari tekshirilmoqda. Fuqarolik ishlari bo'yicha sud qaroriga asosan qarzdor fuqarodan undiruvchi Tijorat bank foydasiga 97 million so'm undirish to'g'risidagi ijro hujjat mavjud bo'lib, undiruvni garov mulki hisoblangan Lasetti rusumli avtotransport vositasiga qaratish belgilangan. Ushbu ijro hujjatiga asosan qarzdorning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda garov mulki hisoblangan Lasetti rusumli avtotransport vositasi mavjud emasligi aniqlanib, dalolatnoma rasmiylashtirilgan hamda ushbu avtotransport vositasini qarzdorlikni qoplash maqsadida qidiruv e'lon qilingan. Qidiruv natijalari bo'yicha Jizzax viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari bilan o'tkazilgan tadbirda ushbu avtotransport vositasi Jizzax shahrining markaziy ko'chalarida harakatlanayotgani aniqlanib, tegishli tartibda dalolatnoma asosida xatlanib, jarima maydonchasiga qo'yilishi ta'minlandi. Kelgusida ushbu avtotransport vositasi auksion savdolariga chiqarilib, savdodan tushgan pul mablag'lari hisobidan kredit qarzdorlik qoplanishi ta'minlanadi. Mazkur tadbirlar davomida byuroning Jizzax shahar bo'limi ish yurituvidagi banklar foydasiga chiqarilgan ijro hujjatlari doirasida 26 ta avtotransport vositasi aniqlanib, jarima maydonchalariga joylashtirildi. Ularning 15 tasi qidiruvda bo'lgan transport vositalari ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu kabi tadbirlar qarzdorlarning javobgarlikdan qochib ketishining oldini olish, garov va mulk hisobidan qarzdorliklarni undirish hamda qonun ustuvorligini ta'minlashga xizmat qilmoqda.